Ko'rib turganingizdek, kuz ham yakunlanmoqda. Bu mening sevimli faslim. Bu yil men o'zimni tinglashni, lahzalarni tutishni va kichkina bo'lsa ham yaxshi tomonga o'zgarishdan qo'rqmaslikni o'rgandim. Noyabr oyi juda ham sermahsul va jonli oy bo'ldi. Sababi yangi loyihalar, klip premyerasi, reklama, dam olish, bularning barchasi menga juda ham katta energiya bag'ishladi. Kelasi yil uchun rejalarim juda ham katta. Ovoza qilishni keragi yo'q, faqatgina oldinga yurishni, o'sishni va o'zim bo'lib qolishni xohlayman. Super Losk Brogu esa hammasi joyida turishini ta'minlasin. 2025-yil sen juda ham kuchli bo'lding. Men esa xotirjam va ishonch bilan oldinga yuraman. Bu mahsulotlarning barchasini siz Blom do'konlarida Tashkent City Mall 2-qavatidan topishingiz mumkin.